Adem o'tirib men bilan birga ichdik, indamadimmi? Yo'q. Birga chakdik, indamadim. Nimaga? Chunki sen erkaksan. Erkakmisan? Kimman? Bo'l. Yana bitta imtihon qoldi. O'sha imtihondan o'tsang, men sen erkaksan deb qo'ydim. Az bo'ram. Yana ichib keldingizmi? Qattiq. O'tirgan ovozingiz. Qachongacha ichib kelasiz? Qo'ni qo'shni oldida nima degan odam bo'ldim? Bolalaringiz oldida nima deyman? Xudolar oldida yuzimni sharmanda qildingiz-ku. Qanaqa erkaksiz Erkakman. Voy oyijon, bular ham ichib ketdilarmi? Siz hali ichadigan bo'ldingizmi? Vaqti kelmadi, qizlar bilan ichib yuribsizmi? Og'zimga panim qilmagan. Burada ko'chaga emas, nima? Bundan boshqa men aytganim. Onajon fayti. Adam Hali bolamga ichiradigan bo'ldingizmi?